Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana shu uy-joy sotiladi. Bog'da yangi qurilgan imorati bor, 2 xonali darvozaxona bilan. Hali usti yopilmagan, faqat shu lumbozi bilan qolgan. Uchastkasi mana katta. 13,5 sotik. Bag'ida mana gazxona, skalatxona, tandirxona qurilgan. Mana bu gazxonasi. Mana bu skalati, o'sha ichma-ich gazxona bilan baq tandirxonasi. Banya qurilgan, keyin bag'idan yana barcha imoratlari va molxona, xonalar qurilgan. Shundoq uchastkasi mana bunday. Srochniy pul kerak, uy sotiladi. Mana bu yerga mana yana 3 xona uyi bor. Eski imorati yashasa bo'ladi. 3 xona imorati bor, yana uy bor. Buzib qilatdi, bu dastroshni bo'lib qoldi, sotilyapti. Kimda kim olmoqchi bo'lsa, o'shdan terilgan darvozaxonalari mana. Kimda kim olaman desa, telefon nomer qo'yib o'tamiz. 99lik 566 40 30 ga telefon qilsalaringiz javob berishadi. Hozir shunaqa qilib darvozaxonasini qilib qo'yibdi. Lekin yana bitta nomeri mana. 13 sotiklik. Sotilar. Eski imorat olib buzib qilib olaman degan insonlar bo'lsa, uchastka kerakli bo'lsa, gaz o'tgan, gazlashtirilgan, hamma joy gazi o'tgan. Просто uylarni ichiga o'tkarmagan, lekin gaz bor. Gaz plitasiga o'tkarib qo'yibdi. Anolariga qilinmagan. 13 sotik yer. Ha shunday. Yana bir eslatib o'tamiz. Mana bu nomerga Beeline nomer ham bor. Mana bu nomerga telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. 90lik 426 60 06. G'uzor tumani, Xumdon qishlog'i. Yana bir eslatib o'taman nomerda. 99lik 565 40 30. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, kim olmoqchi bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yer maydoni mana shunday.